Assalomu alaykum. Kim biror bir qaror qabul qilishga kelganda qotib qolayotgan bo'lsa, ya'ni hech narsa qila olmay qolayotgan bo'lsa, odamlar bilan gaplashayotganda gapini gapira olmasdan to'xtab qolib qiynalayotgan bo'lsa va farzandida xuddi shunga o'xshash holatlarni ko'rayotgan bo'lsa, mana shu videoni ko'rishini tavsiya qilaman. Chunki biz o'zimiz o'ylamagan, kutmagan va arzimas deb hisoblagan narsalarimiz hayotimizga qanchalik qattiq ta'sir qilishini ko'ramiz. Va aytib o'tishim kerak, bu videolarning yechim qismi bor. Yechim qismida shunday bir narsani sizlarga aytib o'tamanki, biz hozirgi kunda qanchalik o'zimiz bilmagan holda katta imkoniyatlarni qo'ldan boy berib, arzimas narsaga aldanib yurganimizni ko'rasiz. Va hal qila olsangiz, to'g'rilay olsangiz, o'zgartira olsangiz, sizni natija hatto bir kun ham kuttirmaydi. Marhamat qilib boshlaymiz. Fobiyalar. Fobiya o'zi nima? Oddiy qilib tushuntiraman, imkon qadar tezroq tushuntiraman. Chunki avvalgi videolarimda juda cho'zvordiz degan gaplar bo'ldi. Imkon qadar tez, qisqa gapirib o'taman. Fobiya, aytaylik, qo'rquv deydigan bo'lsak, qo'rquv odam nimadandir qo'rqdi, cho'chidi. Fobiya mana shu qo'rquvni eng cho'qqiga chiqqan darajasi va nazorat qilib bo'lmaydigan holati. Odam biror narsadan qo'rqqanda qayoqqa borishni, qayoqqa qochishni, qanday harakat qilishni, qanday javob qaytarishni biladi. Lekin fobiya shunday holatki, qayoqqa borishni ham bilmaydi, qayoqqa qochishni ham bilmaydi, qanday javob qaytarishni ham bilmaydi, qanday urishni ham bilmaydi. Ana shunday yopilib qolgan holatda insonda fobiya paydo bo'ladi. Va bu bizda hayotimizda qanday narsalarga sabab bo'ladi? Kelinglar ko'rib chiqamiz. Fobiyalarni o'zini ketma-ketligi bor, ya'ni boshlanish nuqtasi, fobiyani shakllanishi, tashvishga aylanishi, muammoga aylanishi va yoqimsiz natijalar. Kelinglar boshda ko'rib chiqamiz. Fobiyalar qanday bo'ladi? Ya'ni qattiq qo'rquv, insonda ana shu fobiya paydo bo'layotgan paytda tanasida titroq, nafasni siqib qolishi va yurak urishi tezlashib ketadi. Odam terlab ketib qoladi ba'zida. Va bu qanday holatlarda bo'lishini hozir ko'ramiz. Va odam ilon, sichqon, chayon shunaqa narsalardan qattiq qo'rqqan paytda bunday holat bo'ladi. Balandlikdan qattiq qo'rqqan paytda ana odamlar ushab qoladi-yu, hozirgi kunda ham bor. Balandroq binoni oldiga kelsa, qirraga kelsa, mana uzoqdan qaraydi. Nima bor ekan deb, yaqinlasha olmaydi. Bu ham fobiyani alomati. Mana shu insonda fobiya borligini alomati. Sahnaga chiqishdan fobiyasi va aynan sahnaga chiqilgan paytda yoki ko'pchilikning ichiga kirgan paytda shunday bir narsa joylashganki, fobiya bo'lib qolib ketgan. Masxara qilish oqibatida va qattiq cho'chitilish oqibatida fobiyalar paydo bo'ladi. Va bunday payt odam nimani his qiladi? Xavfni his qilyapman, bu joydan, bu odamdan, bu narsa, bu joy, bu odam, bu narsa juda ham xavfli, dahshatli, qochishim kerak degan narsaga keladi. Mana shu joyda bir narsani aytib o'tishim kerak. Bizda hayotimizda yosh katta odamlarda, uzr borini aytaman, aqlsiz yosh katta odamlarda yosh bolalarni ataylab qo'rqitish holatlari bo'ladi. Va ba'zi bir ota-onalar o'zini farzandini ataylab qamab qo'yadi, bekitib qo'yadi. Qo'l oyog'ini bog'lab qo'yadiganlari bor. Bu bolani kelajagini o'ldiradi. Prosta qadam qo'ymay qo'yadi. Agar sizda ham shu holat bo'lgan bo'lsa yoki bolangizga shunaqa qilayotgan bo'lsa, iltimos qilayotgan bo'lsangiz, iltimos to'xtating. Va eng yana bir g'alati holatlar bor. Ko'pchiligimiz biz o'zimiz farzandimizda buni qo'llab-quvvatlaymiz. Diqqat bilan e'tibor berib qo'yinglar, ya'ni masxara qilish. Masxara qilish holatida biz farzandimiz, mana buni falonchi o'rtog'im mamdek ekan desa, biz zo'r o'g'lim yaxshi fikr bildiryapti. Biz ko'pincha ota-onalar farzandlarimizni boshqalarni masxara qilishiga xursand bo'lib turib beramiz. Bu eng yomon holatlardan biri. Va ba'zi bir katta odamlar yosh bolalarni masxara qilayotganini ko'ramiz. Bu uni kelajagini o'ldirib qo'yishi haqida hatto tushunchasi ham, fikri ham yo'q.
mana shu joyga ko'proq to'xtalaman misollar bilan. Hatto shunday videolar bor, internet tarqab ketgan, bitta bola bittasini ushlab olib, "Yur, seni olib ketib qolaman" desa, haligi bola, "Yo'q, men bormayman." Bu katta odamni o'ta darajada aqlsizligidan va bolaga qilayotgan ishini ta'sirini tushunmayotganidan bo'ladi. Va eng qizig'ini, eng muhimini shu joyda aytib o'taman. Bunday ishlarni faqat o'zini qilgudek ishi yo'q bo'lgan, o'zini kimligini tushunmaydigan va ahmoqgarchiliklar bilan ovora bo'lib yurgan odamlargina qiladi. Sog'lom bo'lgan, aqli butun bo'lgan, o'zini qilgudek ishi bor, vazifasi bor, dunyoda nimaga kelganini bilgan va aniq maqsadda yurgan odamlarni bunaqa qilishga vaqti ham, toqati ham yo'q, bekorchi bo'lgan, kunini nima bilan o'tkazishni bilmaydigan odamlar yosh bolalarga yopishadi. Yana bitta narsa bor, yosh bolalarga qilinadigan. Boladan bir narsasini olasizda qaytarib bermaysiz. Bo'ldi, bolada fobiya, qaytib boshqa odamlar bilan narsasini bo'lishmaydi. Ko'p internetda videolarni ko'ramiz. Bittasi bolani muz qaymog'ini oldi, yarmidan ko'pini yeb qo'yib qaytarib berdi. Bo'ldi, bolada odam zotga nisbatan ishonch qolmaydi. Bu ham fobiya. Lekin biz mana shu narsalarni tinimsiz ravishda qilamiz. Bolalarimizga qilamiz, jiyanlarimizga qilamiz, ukalarimizga qilamiz. Kuchimiz yetgan odamga shu narsani qilamiz va uni kelajagini qanday o'ldirib qo'yganimizni o'zimiz bilmaymiz va xuddiki biz zo'r ish qilgandek buni maqtanib ham yuramiz. Sahnaga chiqqanda kulinadi, gapira olmading, qila olmading, natijada ko'pchilikning oldida gapira olmaydigan bo'ladi. Qisqasi tushunarli. Fobiya qanday shakllanadi? Miya qo'rquvni aniq holat bilan bog'laydi. Bu joy xavfli, bu odam xavfli, bu hayvon xavfli, bu vaziyat xavfli, bu hissiyot xavfli. Ya'ni o'sha sahnaga chiqqanda u masxaralandimi, u qotib qoldimi, nima qilishni bilmay qoldim, bo'ldi, sahnaga aloqador hamma joydan qochadi. Tog'asi, amakisi, qarindoshi bir odamga nisbatan, boyagidek yosh bolaga nisbatan bir xatti-harakat qildimi, qaytib bu odam bilan yaxshi munosabatda bo'lmaydi. Ko'pchilik aytadi, "Meni jiyanim yo'qmasa qarindoshim odamgarchiligi yo'q, mana katta bo'lib ketdi, xabar olmaydi." Siz qanaqa katta qilgansiz uni? Men o'zimda juda ko'p bunaqa narsalarni eslayman va jahlim chiqadi hozirgi kunda. Va ko'ryapman nechta odam bunaqa qilayotganini. Har bittasiga tushuntirib chiqish juda qiyin, lekin xuddi shunday holatlar ko'p. Hayvon xatarli. Yosh bolalarni it quvlaydi. Bola u kichkina hali, juda ham kichkina, kuchuk it, ya'ni uni oldida katta nisbatan. Shu odam 50 ga kirsa ham, 60 ga kirsa ham kuchukni ko'rsa oyoq qo'li qaltiraydigan, yuragi tez uradigan bo'lib qoladi. Hayvonlar, ilonlar, endi bitta narsani aytib o'tishim kerak. Ilon, sichqon, bunaqa narsalardan ko'pincha, ya'ni ilon, sichqon, chayonlardan bolani o'zi qo'rqmaydi. "Voy sichqon" deydi ota-ona. "Voy ilon" deydi, bo'ldi. Bolada bu dahshat bir holat bo'lib qoladi. Ya'ni odam o'zini qo'rquvini bolaga tiqadi. Tushunarli. Bu payt qanday his qilinadi? Bormayman, qilmayman, gapirmayman, eshitmayman, shunda tinchman. Ya'ni qilmay qo'ya qolsam bo'ldi. Bo'ldi. Men shu odamning oldiga bormayman, shu bilan gaplashmayman, gaplashmasam tinchman. Men sahnaga chiqmayman, odamlarga gapirmayman, men shu itni oldiga bormayman, shu ko'chadan o'tmayman, shu joyga yaqinlashmayman, bo'ldi, shunda tinchman. Xuddiki tinchga o'xshaydi, lekin bu normal holat emas. Keyingisi, bu tashvishga aylanishni boshlaydi. Ya'ni tashvish degani insonni o'zini ichidagi muammo bu yoqda, o'zini ichidagi xayollaridagi bir keraksiz narsalarga sabab bo'lishni boshlaydi. Ya'ni qo'rquvni o'ylashni o'zidayoq larzaga soladi. Odamni, ya'ni mana shu ko'chadan o'tishim kerak, u ko'chada anu kuchuk bor, bo'ldi, qotdi joyda. Qimirlamaydi. Avvaldan qo'rquv, borsam o'laman, tegsam o'laman, ko'rsam o'laman, yaqinlashmayman. Tushunyapsizlarmi? Shu yerda bitta narsani aytib o'tay. Sizga tegib nima ko'rdim deydi-yu, ana ayollar bor, shunaqa bo'lmasa erkaklar bor. Xotinam sendek bo'ladimi?
oyog'im qirilib ketdi. Qanaqa ular kuni bo'yi baqiradi bilmayman. Fobiya yaxshi munosabatga nisbatan fobiya. Ya'ni oila shunaqa bo'ladimi? Oila shunaqa bo'ladigan bo'lsa, menga oila-poylani keragi yo'q. Yoki oila qursa ham barbod qiladi. Chunki men bu fobiya bor. Yaqinlashmayman, qilmayman. Nima bo'lishini bilmayman, lekin xayolimga yaqin kelsa ham azoblanaman. Ya'ni bu narsani o'ylashda o'zidayoq odam azoblanaveradi. Muammoga aylanishi. Ya'ni o'zini cheklash va qochish paydo bo'ladi. Ya'ni odam o'zini vaziyatlardan cheklaydi va qochaveradi. Yopiq joyga kirmaydi, yaqinlashmaydi. O'sha boyagi titroq, qaltirash, terlash, yurak urish, rangi oqarib ketadi. Shu holatlar. Munosabatda, oilada bu narsa juda xatarli ko'rinadi. Ba'zi bir erkaklar bor, yosh bolaligida kattalarning ichida o'tirgan, ba'zi bir hazil gaplarni eshitgan. Anu qilsang mamdaka bo'lib qoladi, va ha 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 deb kulishaveradi. U bolada ayoliga yaqin ham bora olmay qoladi. Men buni vohmali qilib gapirayotganim yo'q. Biz bu narsalarni ochmaymiz. Juda ko'p odamlarda atrofimdagi ko'rgan, eshitgan, konsultatsiya qilgan, darslarda o'qigan odamlarning ichi fobiyaga tiqilib yotibdi. Agar buni hal qilsa nima bo'lishini tasavvur ham qila olmaysizlar, lekin hal qilmaydi. Ishda, ko'chada bir ish berasiz, qila olmayman. Nimaga qila olmaysan? Qo'lingdan keladi, aql hushing joyida o'rgana olasiz. Qila olmayman. Ha, qil, puling ko'pay, qila olmayman. Men mamdaka emasman, men qila olmayman. Bilganingni qil. Surbotdan deydi. Vohima holati bo'ladi. Ya'ni nimagadir nisbatan bo'ladigan bo'lsa, nima holat o'sha aloqador holatlar keladigan bo'lsa, odamni qotib qoladi, nima qilishini bilmaydi. Tushunmaydi nima bo'layotganini, nimaga bunaqa bo'layotganini ham tushunmaydi. Lekin buni sababi yoshligida onasi, dadasi bilan urushgandan keyin bolasini bitta xonaga qamab qo'yganini ekanligini ham tushunmaydi. Yo bo'lmasa bir gapni gapirgan, o'zicha xursand bo'lib, bola bu bitta gapni gapirgan, og'ziga bir urilgan, bo'ldi. Bir narsani gapirishga kerak bo'lganda qotib qolaveradi. Kutilmagan qaltiroq va bahonalar topish boshlanadi. Endi buni qilmaslik uchun, o'sha ishni bajarmaslik uchun, shu oilada nimandir amalga oshirmaslik uchun, ishga bormaslik uchun, bir ishni yakunlamaslik uchun ming xil bahonalar topishni boshlanadi va shu joyda eng katta yolg'onlar paydo bo'ladi. Eng kattasi. Qanday his qilinadi? Nima bo'lsa ham uzoqlashishim kerak, chunki bu joy xavfli. Boyaga holat. Yoqimsiz natijalar. Ko'rinish, xatti-harakat tushunarsiz va noaniq. Odamning holatini ko'rasiz va shu tushunarsiz. Nima qilayotganini bilmaysiz, nimaga bunaqa qilayotganini bilmaysiz, nima sababdan bunday holatdaligini bilmaysiz, tushunmaysiz, lekin mana shu holatda yashab yuraveradi. Shu holatda oila quradi, shu holatda bola tug'diradi, bola tug'adi, bolasiga ham xuddi o'shani qiladi. Qilma deydi. Nimaga? Bilmaydi o'zi. Bilmaydi. Nima qilish kerakligini bilmaydi. Bizda eng katta xatolardan bittasi shu, biz nimani qilmaslik kerakligini bilamiz, lekin nimani qilish kerakligini bilmaymiz. Va natija mana shu holatda davom etaveradi. Xo'p, buni sabablari nima? Ya'ni aynan fobiyani joylashishini sabablari nima? Birinchisi psixologik travma, ya'ni o'tmishda, ayniqsa bolalikda bo'lgan kuchli qo'rquv, katta qo'rquv. Boya aytib o'tdik, kimdir uni hozir turlarini ham sanab o'tamiz. Bekitib qo'ygan, qamab qo'ygan, so'kkan, urgan, kaltaklagan, kuch quvlagan bir narsalar bo'lgan. Kuzatuv orqali o'rganish, ya'ni qo'rquv ota-ona yoki muhim kattalardan yuqqan bo'ladi. Boya aytdim. Ana sichqon deydi. Bolaga shunday sichqon o'tib turibdi-da, sichqondan fobiya. Ilonni ko'rsa rangi o'zgarib ketadi. Bola bilmaydi, bolaga qo'yib bersangiz o'ynaveradi. Aytishingiz mumkin, ilonni ushlab olsinmi, chaqib olsinmi? Chaqmasin, lekin vahima qilmang. Chiroyli tushuntiring. Surunkali stress yoki tashvish. Fobiya
to'plagan ichki zo'riqishni chiqarish usuli sifatida paydo bo'ladi. Buni sal keyinroq o'tamiz. Ya'ni oxirroqda gapirib beraman. Doimiy stress natijasidan tiqqisi deydigan bo'lib qoladi-ku. Bu ham fobiyadan. Buni ham sabablari bor. Irsiy sabablar. Xavotirli holatga moyillik meros orqali o'tishi mumkin. Ya'ni homiladorlik paytida qo'rqdimi ona bolaga ham ta'sir qiladi. Uni programmasida bo'lgani uchun ta'sir qilmayapti. Ota-ona shundan qo'rquvda katta bo'lgan, yashagan, homiladorlik paytida ham shu, tug'gandan keyin ham shu holatda ketyapti. Shunda o'tadi. Boyaga yuqishi davomiga o'xshaydi. Onga osti asoratlar, ya'ni miya neytral narsalarni xavf bilan bog'lab qo'yadi. Odamlar o'zi bilmagan holda ba'zi bir narsalarga bog'lab qo'yadi. Nimaligini tushunmagan holda. Misol uchun kimdir suvdan qo'rqadi, kimdir katta puldan qo'rqadi, kimdir e'tiboridan qo'rqadi. Kimdir yaxshi gapirishdan qo'rqadi. Bo'ldi, u bog'lab qo'yilgan ikkita bir-biriga aloqasi bo'lmagan narsalar. Bu o'zi juda katta mavzu. Tushunchalar degan narsa haqida nasib bo'lsa bu haqda hozir loyiha tayyorlayapmiz. Shu kuzda bo'ladigan narsalar, ya'ni 2025-yilning kuziga o'shanda endi juda katta narsa bor. Buni hozir tushuntirib beradiganman desam, yoshligim o'tib ketadi. Buni munosabatlarga qanday ta'siri bor? Ya'ni oiladagi munosabatga, yashash tarziga qanday ta'siri bor? Oiladagi janjal, ya'ni bola oiladagi janjalni ko'rdi va u munosabatlardan qochish variantini tanlaydi. Doimiy ravishda munosabatlardan qochish variantini tanlaydi. Munosabatdan qochish uchun yomon bo'lish kerak deydi. Endi yomon bo'lganidan keyin odamlardan xavfsirash bo'ladi va yolg'izlikka o'tib ketaveradi. U aslida mana bu joyda ota-onasini janjalni yoki kimdir unga do'q qilganini, kimdir unga baqirganini ko'rgan xolos, bo'ldi, boshqa hech narsa yo'q. Va mana bu jarayonda hamma ayblanadi, hamma yomonlanadi, xuddiki hamma baxtli, u baxtsiz. Yoki hamma uni baxtsiz qilib qo'yayotgandek munosabatda bo'linadi. Kimda shunday holat bor yoki kim shunday holatni ko'rgan? Marhamat, kommentariyalarda yozib qo'yishinglar mumkin. Xo'p, endi fobiyalar qanday holatlarda paydo bo'ladi? Qanday vaziyatlarda? Solishtirish, farzandingizni bir boshqa odam bilan solishtirishingiz natijasida unda fobiya paydo bo'lib qoladi. Ayblash, ya'ni keraksiz narsaga ayblash, masxaralash, ustidan kulish. Boya aytganimdek, katta yoshli odamlar ba'zan o'zini alamini boladan oladi. O'zini ichidagi eplolmagan narsasini boladan chiqaradi. Bu eng katta xatolardan bittasi. Tozalik, suvdan, balandlikdan, qondan qo'rquv. Buni sabablari nima? Ya'ni toza bo'lmagan payt yegan, yaxshigina suvga kimdir dimiqtirgan, yosh bolalarda ko'p bunaqa narsa. O'rtog'ini sal slabiyroq o'rtog'i bo'lsa dimiqtirishga urinadi. Yo ustiga chiqib oladi yoki baland joydan itarib yorgan. Farzandlarimizga e'tiborli bo'laylik. Bu narsani aytib o'tishingiz shart, bunaqa qilmagan. Biz o'ylaymiz buni ta'siri yo'q. Yo'q, shu bolani boshiga nima balo kelsa, sizning bolangizga ham o'taveradi bu narsa. Ta'sirini ko'rsataveradi. Shu darajada muhim. Boyaga balandlikka chiqqanda nimadir bo'lgan, kimdir itarib yorgan, kimdir turtib yorgan, qondan qo'rquv, ani yosh bola o'ynayapti, bitta kesildi, "Voy!" deydi-ku. U voyni o'zi yetmaydi, kimdir yetadi-da. Shuni natijasida u qondan qo'rqadigan bo'lib qoladi. Ilon, sichqon, kalamush yoki hasharotlardan boyaga bir sakrab tushadi ota-ona. U o'rgamchik xolos u. U chaqmaydi ham-da, u chivinchalik ham chaqmaydi-da. Yo'q, o'rgamchik desa ketdi. Qaysi tomon dedi? Qo'rqinchli voqealarni gapirish yoki qattiq ovozlar. Ba'zan onalar yoki otalar bolasini uxlatish uchun qo'rqinchli narsalarni gapirib beradi. Ana doktor kelyapti. Hozir berib yuboraman seni. Hozir shu doktorga berib yuboraman. O'chir ovozingni. Bo'ldi, doktorni ko'rsa, boya Hojiboy Tojiboyev aytgan narsa. Bu fobiyaga aylanib bo'ladi. Natijada u sog'lig'iga qaramaydi, gapirib o'tirmaydi. Qulflab qo'yish, yopib qo'yish,
qorong'uda qolishi yoki yolg'iz qoldirish natijasida bo'ladi. Bolani kimdir uxlab qoldi deb uyiga tashlab ketgan, u uyg'onib qolgan, u dod deb yig'laydi. Bo'ldi, joylashdi. Mashinada qoldirib ketilingan, uyg'onib qolgan, hech qayerga chiqa olmaydi, dod deb yig'laydi. Aynan meni o'zimda shu holat bo'lgan. Dadam kichkina edim, 2-3 yoshli atrofimda Moskvich mashinamiz bo'lar edi. Qoldirib kunduzi. Mashinaga qoldirib, ishi bilan kirib ketgan ekan. Men uyg'onganimda ko'rganman, Farg'onadanman, bilasizlar, biz tomonda shamol qattiq bo'ladi. Shamol bo'layotgan payt mashina g'utur yig'laganman. Dadam o'shanda olib kelgandan keyin mahkam bag'riga bosib o'tirgan ozgina. Tinchlanganman. Ana shundan keyin chiqib ketilgan. Bizda nima qilinadi? Yig'layotganmiz. Yig'larasanmi shunga ham? U siz uchun hech narsa emas, bola uchun juda xatarli narsa bu. Juda xavfli narsa. Xo'p, bu statistika. Ya'ni erkaklarni odatiy, ya'ni eng ko'p uchraydigan fobiyalari, ayollarni eng ko'p uchraydigan fobiyalari. Men buni tushuntirib o'tirmay, men hozir rasmini chiqaraman. Screenshot qilib olinglar kerak bo'lsa, yoki keyin to'xtatib ham ko'raverasizlar, pauza qilib ko'rsanglar ham bo'ladi. Joyiga qaytamiz. E'tibor bergan bo'lsanglar, ayollarning fobiyalari nisbatan ko'proq. Mana ro'yxatga qarasangiz, ayollarniki ko'proq, erkaklarniki nisbatan kamroq. Chunki to'g'ri tushunishimiz kerak, ayollar emotsional holatda bo'ladi. Ular gupirtirishni yaxshi ko'rishadi, bir narsani bir narsaga ulab ketishni yaxshi ko'rishadi. Bu tabiiy hol. Bu ular yomon degani emas. Ularni Alloh taolo shunday yaratgan. Ular shunaqa bo'ldi. Shundan to'g'ri foydalanish ham mumkin. Xo'p. Davolash usullari qanaqa? Birinchisi psixoterapiya, ya'ni eng samarali usul fikrlar bilan ishlanadi. Qo'rquvga asta-sekin yaqinlashlar, noto'g'ri tushunchalar va keraksiz fikrlar bilan ishlanadi. Undan keyingisi ekspozitsiya usuli, ya'ni qo'rquv obyektiga asta-sekin va nazorat tarzida sho'ng'ish, ya'ni kirish bo'ladi. Bu alohida uslub hisoblanadi. Miya o'rganadi, qo'rquv kamayadi. Ya'ni o'sha narsaga tanangiz odatlanadi. Men buni konsultatsiyalarda ham qilaman. Siz o'sha qo'rqqan narsaga xayolan bo'lsa ham bir necha marta kirib chiqishingiz kerak. Ancha osonlashadi. Biz hatto xayolan ham qilmaymiz-da bu narsani. Tana amaliyoti va nafas olish bilan. Ya'ni fobiya kuchli tanani reaksiyasi bilan bog'liq. Nafas olish mashqlari bor. Tanani yerga qaytarish texnikasi. Kimga qiziq bo'lsa ko'rib olinglar. Men buni bitalab tushuntirib o'tirmayman. Chunki tushuntirib o'tganimda ba'zan gap eshitib qoldim. Bu ham fobiya bo'lib joylashdi va demak kerakli odamlar qidirib topa oladi. Men usullarini gapirib beraman. Psixoanaliz yoki chuqur terapiya. Bu o'sha mutaxassislar bilan ishlanadi. Ba'zida dori vositalari, ba'zida fobiya uchun faqatgina ba'zida, har doim emas. Endi kundalik qilinadigan ishlar bor. Ya'ni fobiyalarni kundalik ishlar orqali ham davolash mumkin. Albatta bu to'liq yordam bermasa ham 70-80% gacha yordam berish ehtimoli bor. Agar bu narsaga diqqatli bo'ladigan bo'lsangiz, 100% hal bo'lishi ham mumkin. Birinchisi nafas olish mashqlari. Ya'ni tanangizni xotirjam qo'ygan holatda 4 sekund nafas olasiz, 2 sekund ushlab turasiz va 6 sekund chiqarasiz. Va kuniga 5-6 marta takrorlaysiz. Yoki xuddi shu narsani xotirjam holatda namoz o'qisangiz o'zi yetadi. Chiroyli qilib. Jismoniy faollik. Ya'ni harakat kortizol tashvish gormoni darajasini pasaytiradi. E'tibor bergan bo'lsangiz, fobiyasi bor odamlar harakat qilmaydi. Odam harakatchan bo'ladigan bo'lsa, aynan o'sha kortizol gormoni, mana shu vohma, qo'rquv, jahlga bog'liq bo'lgan gormon, bu kamayadi. Yoki yana bitta yo'li bor, ertalabda uyg'ongan paytingizda 1 minutdan 3 minutgacha muzday dush qilishingiz kerak.
Buni hamma ham qila olmaydi. No kerak. Kun tartibi va dam olish. Uyquni tartibi. O'zim uyqun tartibiga amal qilishim qiyin, shuning uchun bu narsa to'g'risida chuqur gapirib o'tirmayman, lekin sizlar amal qilsanglar yaxshi bo'lar. Baholamaydigan odam bilan suhbat. Bu o'ta darajada zarur narsa. Ya'ni xolis, xotirjam gaplashadigan odamingiz bo'lishi kerak. Ani qilmading, mamdekasan, eplolmading, qila olmading, odam hech narsa qilgisi kelmaydi. Xo'p, mana shuni davolanish jarayonida uchraydigan vaziyatlar bor. Ya'ni xuddi hamma narsa yomonlashayotganga o'xshaydi. Xuddi hammasi yomonlashib ketayotganga o'xshaydi. Birinchi davolanishni boshlagan paytingizda xuddi hammasi teskari ketayotganga o'xshaydi. Bu tabiiy hol. Bu normal qabul qilish kerak. Ikkinchisi ichki qarshilik. Hozir emas, epla olmayman, nimaga bunaqa? Shu o'sishga bo'lgan hamma qarshilik, o'zgarishga bo'lgan hamma qarshilik bo'ladi. Chunki siz tanangiz qaysidir holatga o'rganib bo'lgan, o'zgarishni xohlamaydi, shu holatda turishni xohlayveradi. Birdaniga hech narsa o'zgarmasa-chi, ya'ni shubha, o'ylab yuraverasiz, bo'lsa-chi, bo'lmasa-chi, etmaysiz. Ovqat yesam qornim to'ymasa-chi demaysiz. Hojatxonaga kirsam ishim bitmasa-chi demaysiz. Kirasiz, ovqatlanasiz. Bular prosta bahonalar xolos. O'zgarishni haddan ortiq tahlil qilish, ya'ni bugun nima bo'ldi? Ana nima bo'ldi? Bo'ladimi, bo'lmaydimi? Qachon bo'ladi? Nimaga bo'lmadi? Nimaga mana bo'lmadi? Yo'q, qo'yib bering. Bitta daraxt meva berish uchun 3 yil kerak. Men 3 yil qiling demayapman. Bittada kutmang deyapman. Sekin astalik bilan bo'ladi. Tez natija kutish, boya aytib o'tdik, va jarayondagi yolg'izlik. Hech kim meni tushunmaydi degan narsa bilan odam boshqalardan ko'p narsa kutish boshlab qoladi. Kerak emas. Sizning fobiyangiz hal bo'lishi sizdan boshqa hech kimga kerak emas. Oldindan tushunib oling. Qo'rquvni ildizi bilan yuzma-yuz kelish bu eng xatarlisi, ya'ni asl qo'rquvingiz qattaligini bilib, u bilan yuzma-yuz kelish uchun odam ham jismonan, ham aqlan, ham emotsional, ham ruhan tayyor bo'lish kerak. Bularni to'ralasiga ham quvvat kerak. Bularni to'ralasini ham quvvatini manbalari bor. Buni ham o'sha kuzda, oktyabrda bo'ladigan loyihamizda bu katta bir dars o'zi. Xo'p, endi boyagi holat bor. Boshlanish nuqtasi, fobiyani shakllanishi, tashvishga aylanishi, muammoga aylanishi, yoqimsiz natijalari. Bu odatiy hol. Lekin aslida buni hal qilishni istagan odam, buni to'g'rilashni istagan odam qanday yo'l tutishi kerak? Bu qismi o'chiriladi. Ya'ni tashvishga aylanishi, bu sizning hayotingizda nimalardir tushunishni boshladingizmi? Bo'ldi, stop, bu to'g'rilash kerak bo'lgan joy. O'zgartirish kerak bo'lgan joy. Ya'ni muammoni anglash zarur. Ustida ishlash, miyani qayta o'qitish va ichki erkinlikka erishish juda muhim. Muammoni anglash, ustida ishlash, miyani qayta o'qitish, ichki erkinlik. Bular qanday qilinadi? Tablitsa tuzib chiqqanmiz. Bosqichlari, ya'ni boshlanishi, mustahkamlanishi, tashvishga aylanishi, anglash, ishlash, yangi o'rganish, erkinlik. Boshlanishi qo'rquv boshlanadi. Qochish kerak degan fikr bo'ladi. Ya'ni doimiy qochish kerak degan narsada bo'ladi odam. Endi undan keyin mustahkamlanishi, holatdan qochaveradi, ya'ni vaziyatdan odam qochaveradi. Qochgani sari unda faqatgina bormasam bo'ldi degan narsa paydo bo'lib qoladi. Boshqa hech narsa kerak emas, men bormasam bo'ldi. Unda hal qilishga bo'lgan xohish emas, bu vaziyatga yaqinlashmaslik holati ko'payishni boshlaydi. Tashvishga aylanishi. Miyani to'liq xayollar egallaydi, ya'ni tasavvur qiling, agar odamda yorug'likka nisbatan fobiya bo'lsa, mana shu chiroq bor, maytda ham chiroq bor, maytda ham chiroq bor. Shuni o'ylasam bo'ldi, fobiya bo'lib ketaveradi. Bu o'ylashni o'zi
dahshatga soladi. Faqat o'ylasam ham qo'rqaveraman. Endi anglash zarur. Anglash qanday amalga oshiriladi? Muammoni tushunish kerak. Qayerda bo'ldi? Qachon bo'ldi? Kim bilan bo'lgan? Bunday holat qachon boshlangan? Kim sizni qamab qo'ygan? Kim sizni ilondan qo'rqitgan? Kim sizni biror narsa bilan ayblagan? Kim? Bularni aniqlab olish juda ham muhim, juda ham zarur. Undan keyingina boya aytib o'tilgan bor edi-ku. Davolash usullari. Mana shu narsaga e'tibor berish kerak yoki kundalik qilinadigan ishlarga e'tibor berish kerak. Men bilan sanaman mana. Uzr. Qo'rquvlar kundaligi. Ya'ni nimadan qo'rqdingiz, nimadan qo'rqqanidingiz, nimani o'yladingiz, nimani his qildim, qaysi qismi haqiqiy edi? Mana shu joyda siz real qo'rquvingiz bilan o'ylab olgan qo'rquvingizni ajratib borasiz. Ya'ni bu hech kim sizdan pul talab qilmaydi, o'zingiz qiladigan narsa. Va yangi triggerlarni cheklash. Yangiliklar va triggerlarni cheklash. Ya'ni fobiyalar ortiqcha xavotir, axborot bilan o'zgaradi, oziqlanadi. Charchanman shekilli. Fobiyalar ortiqcha xavotirli axborot bilan oziqlanadi. Kamroq yangilik, ko'proq ichki xotirjamlik. Internetda nimandir ko'rib, vahima qilib yurishaveradi-yu, ayniqsa onalarimizda bu narsalar ko'p, ayollarda bu narsa ko'p. Anundiki bo'pti, bo'ldi, pishdi. Kamroq qilish kerak bo'ldi. Boyaga muammoni anglagandan keyin mana shularga amal qiladigan bo'lsangiz, ancha foydasi ko'proq bo'ladi. Xo'p. Bu men uchun to'siq. Ya'ni siz biling, siz o'sishingizda, rivojlanishingizda, o'zgarishingizda bu eng katta to'siqlardan bittasi. Ayni vaqtda. To'siq bilan turish yoki uni olib tashlash siz ixtiyoringizda. Ishlash, ya'ni buni ustida ishlash zarur. Asta-sekin yaqinlashish. O'sha qo'rqayotgan narsangizga imkon qadar birinchi xayolingizda yaqinlashing. Qilib ko'ring. Bir kunda bir necha marta qilib ko'ring. Ana undan keyin yaqiniga borib ko'ring. Yaqinlashib ko'ring, ichiga kirib ko'ring. Xuddi o'sha holatni ko'ring, gapirib ko'ring, ushab ko'ring. Hech narsa bo'lmaydi. Hech narsa bo'lmaydi. Qo'rqaman, lekin qadam bosaman. Ya'ni qo'rquv bo'ladi, boshlanishida bo'ladi. Buni yo'q qila olmaysiz. Men bitta narsani aytib o'taman. Men o'zimni ko'rsatishga nisbatan juda katta qo'rquvim bo'lgan. 2017, 18, 19 yillarda men fobiya darajasida o'zimni ko'rsatishdan qo'rqardim. Hozir farqi yo'q. Ana shuni hal qilishga qadamma-qadam kelganman. Birinchi gapirganman, keyin rasmimni qo'yib gapirganman, keyin uzoqroqdan xiraroq kamera orqali gapirganman. Undan keyin, ya'ni bu narsaga yaqinlashib kelganimdan keyin bu narsa hal bo'lishi osonlashgan. Kim bizni kurslarimizda o'qigan bo'lsa biladi, o'sha 2019-yillar atrofida o'shandan bir kurs qilamiz, kim eshitayotgan bo'lsa. Ba'zi bir ko'p vebinarlarni yoki kursni ichida o'tkaziladigan jonli vebinarlarni men o'zimni ko'rsatmasdan qilganman, chunki qo'rqar edim. O'shalarni hal qilib mana shu holatga kelingan. Yangi o'rganish, ya'ni qo'rquv suslashtiriladi. Bu men uchun xavfsiz degan narsaga o'tasiz, ya'ni qachonki unga yaqinlashib borganingiz sari va yangi narsani odatlanishingiz kerak. Tanangiz yangi narsaga o'rganadi. Oxiri erkinlik. Ya'ni bu haqiqiy erkinlik. Bu yolg'on takam yoki bo'lmasa yasab olgan yangilik, ishonch. Ko'rinyaptimi? Yangi hayotga o'tish. Mana shu haqiqiy erkinlik. Fobiyalar haqida gapirdim, qayerdan paydo bo'lishini gapirdim, qanday ahmoqona odamlar buni tushuntirishini, kirg'izishini tushuntirdim, qanday qilmaslik kerakligini tushuntirdim, yechimlari to'g'risida gapirdim, ketma-ketligi to'g'risida gapirdim. Lekin bitta muhim narsa bor. Mana shu fobiyalar aslida
biz uchun umuman boshqa narsaga ishlaydi. Ya'ni fobiyasi bor odamlar bor. Fobiyasi bor odamlar nimadir qila olmaydi, nimanidir hal qila olmaydi, joyida qotib turibdi. Agar bu odamning fobiyasini hal qiladigan bo'lsangiz, eng asosiy aytmoqchi bo'lgan gapim. Bu odamning fobiyasini hal qiladigan bo'lsangiz, u ana u ishni qiladigan bo'lmaydi. Qila olmaydi. Buni qanday bo'lishini, nima sababdanligini va asli ildizi nima ekanligini keyingi darsimizda gaplashamiz. Bizni YouTube, Instagram, Telegram kanalimiz. Marhamat, o'tishinglar mumkin. Juda ko'p foydali narsalar bor. Agar fobiyalar to'g'risida yoki bugungi dars bo'yicha savollar bo'ladigan bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Assalomu alaykum.